Akalar assalomu alaykum. 23-iyun sanasida bizga yangi partiya siloslarimiz keldi. Xudo xolasa Zakatov kelamiz tayyor. Bugun hammamizga berilgan savol akalar hammalaringga hozirgi shu eliguchimizda mardaylari chiqqan, mardaylari bor. Sutma qattiq holatda siloslarimiz kelgan akalar. Topinglar, shu silosimizda nechta tonna keldi. Suv chiqmaydi. Suvsiz silos, sutma qattiq holatda o'rilgan. Nechta tonna chiqadi deb o'ylaysizlar akalar? Topgan odamga 100 qop silosi. Deysizlar, 100 qop silosi ham akalar 15 ming so'mdan 1,5 million so'm bo'ladi akalar. Topgan odamga 100 qop silos akalar. Suv chiqmaydi akalar, mana ko'rib turibsizlar, suv chiqmaydi. Donsiz kommentariyaga yozib ketinglar. Topgan odamdan 3 tasiga 100 qopdan silos bonus akalar. Suvsiz donsiz silosimiz akalar. Sutma qattiq holatdagi silos. Adresimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida joylashgan.